bu surada Allah subhanahu wa ta'ala bizga xabar bergan narsa bo'lmasa, biz uni yo'qotib qo'ysak, insonlar ma hayotda, meyli ruhiy holatida bo'lsin, meyli shaxsiy hayotida bo'lsin, meyli jamiyatida bo'lsin, meyli cho'ngroq bir davlat qurganda bo'lsin, nijot topolmaydiganligidan xabar berish orqali bizningki ikkili dunyoga munosabatlik bo'lgan nijotlik yo'limizdan Allah subhanahu wa ta'ala xabar beradi. Qanday qilib nafsimizni pokiz tutamiz? Allah subhanahu wa ta'ala yaratgan shaklda bu yomonlikdan bir aram bo'ladigan, yaxshilikqa xushal bo'ladigan, uni huzur oladigan mush tabiatni yo'qotmay pokiz tutamiz degan vaqtida mana shunday buzilgan insonlar hozir payg'ambar kasbi masalan Allah subhanahu wa ta'ala bir mo'jiza avatsimi ular ishonmaydi. Xuddi samad qavmi ishonmagan ular bu mo'jizani inkor qiladi. Yo'q qilsa yo'q qilishga tirishadi. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati va fazlidan Qur'on Karimning oxirgi suralaridan Vash-Shams surasini o'qiymiz. Bu sura Vash-Shams va Ash-Shams surasi deb ataladi. Ya'ni Quyosh surasi deb ataladi agar biz Uyg'urcha desak. Xo'sh, bu sura nima haqida xabar beradi? Bizga qaysi bir muhim ishni xabar beradi desanglar. Endi biz o'qiymiz. Bu sura bir qancha qasamlar bilan boshlangan. Arablar odatda bir ishning muhimligini ta'kidlamoqchi bo'lsa, nima bilan boshlaydi? Vallohi Allah bilan qasam deb shuni o'xshagan qasamlar bilan boshlaydi. Allah subhanahu va taolo bu Qur'on Karimni arab tilida tushirgan bo'lg'achqa, Allah subhanahu va taolo bizga muhim ishlarni xabar bermoqchi bo'lsa, bir qancha qasamlarni qilib o'tib, bizning diqqatimizni nihoyat muhim bo'lgan bir ishga markazlashtirish uchun ondan keyin boshlaydi. Qarab qolgan bo'lsakmi, bu sura koinot manzillari bilan qasam qilgan. Ya'ni biz kunda undan manfaatlanadigan, agar u bo'lmasa hayotlik bo'lmaydigan, u bo'lmasa o'simlik o'smaydigan quyosh ve onun nurlarından qasam qilib o'tib va undan boshqa ba'zi bir narsalar bilan qasam qilib o'tib, nihoyat muhim bo'lgan bir ishdan xabar berdi. O ish qaysi desanglar, biz insonlarningki nijotlik yo'li. Agar u narsa bo'lmasa, ya'ni bu surada Alloh subhanahu va taolo bizga xabar bergan narsa bo'lmasa, biz uni yo'qotib qo'ysak, insonlar ma hayotda, meyli ruhiy holatida bo'lsin, meyli shaxsiy hayotida bo'lsin, meyli jamiyatida bo'lsin, meyli cho'ngroq bir davlat qurganda bo'lsin, nijot topolmaydiganligidan xabar berish orqali bizningki ikkili dunyoga munosabatlik bo'lgan nijotlik yo'limizdan Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Xo'sh, unda bo'lsa, bizning ikkili dunyoligimizga munosabatlik bo'lgan bu nijotlik yo'limiz qaysi? Biz oldin surani o'qiylik, undan keyin oyatma-oyat tafsillatamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Vash-shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal-layli idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس وضحاها quyosh bilan qasam وضحاها va u quyoshning nuri bilan qasam ki wal qamari idza talaha oy bilan qasam u oy qanday oy quyoshga ergashgan oy ya'ni quyoshga ergashgan oy bilan qasamki wan nahari idza jallaha quyoshni oshkor qilgan kunduz bilan qasamki wal layli idza yaghshaha quyoshni yepib olgan yushurg'on kechi bilan qasamki was samai va ma banaha osmon bilan qasam va osmonni bino qilgan zot bilan qasam wal ardi va ma tahaha zamin bilan qasam va u zaminni bino qilgan zot bilan ya'ni Alloh bilan qasamki va nafsi va ma sawwaha nafsi bilan va u nafsini ruhni go'zal mukammal o'lchamlik yaratgan zot bilan qasamki fa alhamaha fujuraha va taqwaha u Alloh subhanahu va taolo uningga ya'ni u nafsiga u ruhga yaxshi yomonlikni bildirdi. Qad aflaha man zakkaha u ruhni, u nafsini pok tutgan odam chuqum nijot topadi. Murodiga yetadi, qutuq qozonadi. Va qad khaba man dassaha nafsini kufr, fisq, fujur bilan bulg'an odam, kamsitgan odam, uni ko'mgan odam bo'lsa, chuqum ziyon taratadi. Kazzabat Samud bi tagwaha Samud qavmi haddidan oshqanligi uchun inkor qildi.
haqiqatni inkor qildi. Idim ba'sa ashqaha, ayni vaqtda u Samud qavmining eng baxtsiz odami Allohning mo'jizasi bo'lib kelgan tugini o'ltirishga oldirdi. Faqala lahum rasulullohi naqatallohi va suqiyaha. Ularga Allohning payg'ambari bo'lgan, ya'ni Solih alayhissalom Allohning bu mo'jiza qilib avatgan tugisiga chiqilmanglar, uni suv ichishdan cheklamanglar dedi. Fakazzabuhu. Ular o'zining payg'ambarini, Alloh subhanahu va taolo ularga aytgan payg'ambarni yolg'onchiga chiqardi. İşenmedi, inkar kıldı. Fa'aqaruha. Ular tuguni öldürdü. Fedemdeme aleyhim rabbuhum bizenbihim fesevvaha. Günahı tüpeyledin Allah ulanı tel tüküs halak kıldı. Umumizlik halak kıldı. Ve la yakhafu uqubaha. Allah subhanahu wa ta'ala ulanı bundak cezalaşının akıbetini korkup kalmaydı. Qarab qadam bolsak, bu sure qasamlar bilan boshlanib, nafs ruhni paklashning nihoyatda muhim ekanligi, uni bulg'ashning xatrini, ondan keyin Solih alayhisalomning qavmi bo'lgan Samud qavminingki ahvolini bayon qildi. Xo'sh, buning qanday munosabati bor? Biz buni tuanda tushunamiz. Qarab qadam bolsak, Alloh subhanahu va taolo biz yuqori deganimizdek, cho'ng jihatdan ikki xil narsalarni qasam qildi. Birinchisi quyosh va uning nuri, ya'ni quyoshga munosabatlik şeyler bilen kainat manzaralarini qasam qildi. Alloh subhanahu va taolo 1, 2, 3 ve 4 oyatda qarab qolgan bo'lsak, "Vash-shamsi va duhaha", quyosh va uning nuri bilan qasamki, "Val qamari idza talaha", quyoshga ergashgan oy bilan qasamki, "Wan nahari idza jallaha", u quyoshni oshkor qilgan kunduzdan qasamki, "Val layli idza yaghshaha", u quyoshni to'sqan, yushurgan kecha bilan qasamki deb qarab qolgan bo'lsak, qasamlarning hammasi quyoshga va quyoshning nuriga markazlashdi. Alloh subhanahu va taolo nima uchun bu yerda quyosh va uning nuri haqida qasam qildi va undan keyin kelgan qasamlarmi quyoshga markazlashdi? Quyoshning bizlar uchun nihoyat katta bir ne'mat ekanligi va Alloh subhanahu va taoloning bor ekanligini ko'rsatib turadigan, har kuni ko'rsatib turadigan bir shohid, bir alomat, bir oyat ekanligini bizga bildirish uchun. Haqiqatan bugungi kunimizda shaharlar madaniyalashib, igiz binolar silinib, quyoshga qaraydigan narsani ko'payib ketgan bo'lg'achqa, uning qaramaydigan, o'ylanmaydigan, tafakkur qilmaydigan bo'lib ketdik. Amaliyotda qarab qolgan bo'lsak, quyosh ajoyib bir cho'ng ne'mat. Chunki quyosh bo'lmaydi ekan, biz insonlar hayotlik kechirolmaymiz. Nimishqa? Quyosh bo'lmasa, oksigen bo'lmaydi. Quyoshning nuri bo'lmasa, o'simliklar, ziroatlar, bug'doy, qunaq hech narsa o'smaydi. Kim deb bilaydi? Mana bu shundaq biz insonlarning hayoti uchun qat'iy bo'lmasa bo'lmaydigan narsani kim paydo qildi? Kim boshqaryotdi? Ya'ni kelib bu quyosh shunda darajada inchik o'lcham bilan bekitilganki, yer shari bilan quyoshning oraliq qanchalik? 150 million kilometr. Agar mushu oraliq azroqlam yaqin bo'lib ketsa, yer sharidagi suvning hammasi qurib ketadi. Nurg'un narsalar ko'p ketadi. Agar yiroqlashib ketsa, suvlarning hammasi muzlab ketadi. Hayatlık bo'lmaydi. Demek bir yerde şundaq bir inchga puxta o'lcham borki, o bizningki ehtiyojimizni bo'ladi. Bizga kuyunidi. Bizning mushu hayotda yaxshi yashashimiz uchun bizga quyosh nuridan biz ehtiyojli bo'lgan, o'simliklar ehtiyojli bo'lgan, butun jonliqlar ehtiyojli bo'lgan nurlarning hammasi bizga avatib beradi. Demek quyosh Allohning ko'rsatadigan uchuq bir ro'shan oyat, ya'ni ko'rsatuvchi. Chiqib qarsaqlam ko'ramiz. Shundaqla quyosh u tugamas bir energiya manbasi. O't. Uningda bir yo'qlik bor. O't bor. 5 milyard yildan beri kuyuyotidu. Uning yiqilg'usi nereden keldi? Nima uchun o tugamaydi? Bunda yo'qlik uchun bir narsa ketadi. Shundaqmi? Uyimizdagi chiroq uchunmi may ketadi. Agar chiroq olib qolsa, tok olib qolsa, tok ketadi. Tok bo'lmaydi ekan, lampochka yurmaydi. May bo'lmaydi ekan, o chiroqlarimiz yurmaydi. Xo'sh, quyoshninki o energiyasi, o yadrosi nereden keldi? Vaqt o'ylab baqadigan bo'lsak, demak bizga kuyunadigan bir zot bor ekan, chuqur bor ekan deb bunga aqlimiz qanoat topadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizni aqliy jihatda Allohning bor ekanligi haqida bir o'ylanishimiz, tafakkur qilishimiz uchun quyosh ve onun nuri, yani insanlar en köp paylanadigan ve duhaha et degandiki chashqa vaqtidagi nurlan qasam qildi. Chunki quyoshning paylanamiz va quyoshning duhaha et deganlik hamma odam ish qilmaydigan, xizmat qiladigan u nur insonlar en paylanadigan, harakat qiladigan bir vaqti. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu suraningki oldingi 4 oyatida quyosh va uning nuriga markazlashgan. Va shundaqla buning orqali qasam qilish orqali uningdan keyin qiladigan texnik muhim ishqa bizning diqqatimizni tortgan. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo 5 ve 6 oyatda yana ikki narsadan qasam qildi. Her günü biz onunsiz yaşayamaydigan narsadan qasam qildi. O nima? Was-samai wa ma banaha. Osmon bilan qasam qildi Alloh subhanahu va taolo. Osmon bilan qasam deyapti. Biz nerede yaşaymiz? Osmonning ostida yaşaymiz. Wa ma banaha. Bu osmonni bino qilgan zot bilan qasam deydi. Osmon deb bo'lgandan keyin osmon o'zigidan paydo bo'lmaydi. Ma uyning o'g'isimi o'zigidan paydo bo'lmaydi. Bir qurilish soladi. Ma biz yashayotgan yer sharining o'g'isi, usti bo'lgan, yuqorisi bo'lgan osmonnimi bir bino qilgan zot. Balki shu zot bilan qasam deb Alloh subhanahu va taolo biz ma asli yashayotgan osmon qarab bir tafakkur qilishimiz, uni kim yaratdi deb o'ylashimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bu oyatda osmon bilan qasam qilgan bo'lishi mumkin. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo 6 oyatda val ardi wa ma tahaha zemin bilan qasam deyapti.
Biz dəstəvatqan. Kündə məngvatqan. Mazimin haqqında ey insanlar oyununlar. Nədə məngvatsızlar ey insanlar. Kündə dəstə məngvatsızlar. Acaba oylandыңmı? Mazimin nədən gəldi? Ma həyatda bir işni birisi qılmasa özügüdən bombaydı ekan. Unda bolsa ma insanlar yaşayatqan mazimin ma yer şarı nədən gəldi? Və ma tahaha. O zaminni yaratqan bir zat baki. O zat bilan qasam deb Allah subhanahu wa taala. Keyin lan o zaminni paydo qilgan Allah subhanahu wa taala bilan qasam qildi. Demak Allah subhanahu wa taala bu oyatlarda biz kündə paylanayotgan quyosh va uning nuri, kündə dasayotgan zamin, kündə uning ostida turayotgan osmon bilan qasam qilish orqali bizni o'ynashga, tafakkur qilishga undaydi. Va shundaqla bu narsalar bilan qasam qilish orqali uningdan keyin keladigan texnik muhim bir ishga bizning diqqatimizni markazlashtiradi. Xo'sh, unda bo'lsa 7-oyatda Allah subhanahu wa taala nima dedi? Va nafsi va ma sawwaha. Endi maqsadga yaqinlashdik. Nafs bilan qasam deydi. Ey insanlar, sizlarda nefside bir narsa var. Ruhda bir narsa var. Ve ma savvaha. O nefsi, o ruh nayet mükemmel, güzel, ölçemlik yaratılgan. Yani şunu, yani ruhni, nefsini mükemmel, ölçemlik yaratgan zat bilen qasam devatıdı. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet arkalık maqsadga yaqinlashvatıdı. Ey insanlar, sizlarda nefside bir narsa var ki, o nefsini Allah subhanahu wa ta'ala nayet güzel şekilde yaratgan. Qanda güzel şekilde yaratgan bu insanın nefsi, ruhi şundak bir narsa ki, meyl o g'aybda yaşasın, şerqda yaşasın, Müslüman bolsun, dinsiz bolsun, o ruh doğru xatani ayıralaydı. Yaxşı yamanni farqlandiraydi. Allah subhanahu wa taala o nefsiga, her bir insanın nefsiga, hatta bir Xitoyning balasi bolsun, yaxshilikni va yomonlikni farqlandiraydigan bir signalni bekitgan. Bir dinsizmi odamni haqoratlashni, tillashni yomon ish deb bo'ladi. Bir kofirmi bir odamni o'ltirsa, uningdan xo'sh bo'lamdi, bir aram bo'ladi. Boshqalarning haqqini yevasa, bir aram bo'ladi. Nereden geldi o? Allah subhanahu wa ta'ala onun nefs deydigan bir narsani qo'ygan, bu nefsini ana shunda kodlagan ki, mükemmel yaratgan ki, yaxshi bilan huzurlanadi. Yomon ishdan bir aram bo'ladi. Bu bütün insaniyetga o'rtaq. Keyingi oyat buni texam uchuqlab, fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala o nefsiga yaxshilik va yomonlikni bildirgan deydi. Ey insanlar, sizlarda shundaq bir narsa borki, nefsdan iborat. Allah subhanahu wa ta'ala o nefsiga nimening yomon, nimening yaxshi ekanligini kodlayotgan, ya'ni ichiga singdirayotgan, fitrat, tabiat qilib yaratayotgan deydi. Şunun için bu insanlarda ortak bir narsa ki, o bolsumu yaxshilik va yomonlikni farqlantirish. Allah subhanahu wa ta'ala ana shundaq bizningki ruhimizga, nefsimizga yaxshilik va yomonlikni ayriyalaydigan mushundaq bir tabiatni singdirib turib, bildirib turib, endi sizlar haqiqatni tepinglar demasdan Qur'on tushirdi. Peygamber evetti, onun dinki izbasarlarını evetti. Emeliyette bir insan, o insanın nefsi bozulmasa, onu himaye kılsa, öz tabiatı mı yaxshilik bilan xushal bo'ladi. Yomonlik bilan bir aram bo'ladi. Hiç kim birisini tillivelip xushalanmaydı. Hiç kim birisini ulvelip xushalanmaydı. Hiç kim birisinin eypini içvelip xushal bo'lmaydi. Eğer onun nefsi bulgan mağallan bolsa, hatta başqalarının melini ilivelip, vayaki aqsetip, vayaki balısetip, muşundaq bay bolgan insanlar mı isil öylerde oltasın. İsil karvatlarda yatsın. Rahat uxlayamaydı. Çünkü ularınki ruhi ular qilgan işini red qiladi. İnkar qiladi. Qabul qilmaydi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bizning nefsimizni va ma savvaha ana shunday go'zal yaratgan. Yaxshini qabul qiladigan, yomon ishni rad qiladigan. Uni qabul qilmaydigan, uningdan bir aram bo'ladigan, mana shunday shaklda yaratgan. Fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Allah bizning nefsimizga yaxshilikni, yomonlikni bildirgan. Yaxshilikni qabul qiladigan, yomonlikni rad qiladigan. Yaxshilikni xushal bo'ladigan, yomonlikdan bir aram bo'ladigan, shunday yaratgan. Lekin bu nefsi oxirgacha shunday bo'lib beramdi. Yo'q, bu himoya qilishga muhtoj. Qanda Allah subhanahu wa ta'ala keyingi oyatda shuning uchun qad aflaha man zakkaha. Nefsini pak qilgan odam chuqum nijot topadi deydi. Ana shunda Allah subhanahu wa ta'ala go'zal shaklda yaratgan, yaxshilikni qabul qiladigan, undan huzur oladigan, rahat oladigan, yomonlikni rad qiladigan, bir aram bo'ladigan, mushundaq nefsini pak tutgan odam, uni bulg'amagan odam, gunoh ma'siyatdan ko'mmagan odam chuqum nijot topadi. U odam murodiga yetadi, shundaqla utuq qozonadi. Qanday nijot topadi desa, ma dunyoda nijot topadi, oxiratda nijot topadi. Ma dunyoda qanday nijot topadi? Bundaq odam ruhini, nefsini pokiz tutgan bo'g'achqa qalb xotirjamligi bo'ladi. Ruhiy kasallarga mubtalo bo'lmaydi. Tushkunlikka mubtalo bo'lmaydi. Chunki u odam o'zining ruhiga, nafsiga mos holda harakat qildi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonning nafsi shundaq bir kodlagan, shu kodga uyg'un shaklda muomala qildi. Mesela deylik, kompüterning sistemasi var shunda qo'y. Biz kompüterning sistemasiga voya ketdik. Hamma tushunish qilish uchun hozir elektronik mashinalar chiqdi shunda qo'y. Elektronik mashinalarning sistemasiga biz uyg'un harakat qilsak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Ammo biz qalaymiqan harakat qilsak-chi, sistemasiga xilof shakldagi harakatlarni qilsak-chi, va har xil shaklda qalaymiqan buyruqlarni bersak-chi, qanday bo'ladi? Bir xil sarang bo'ladi, igizpas bo'ladi, inson ruhiy dal shunga o'xshaydi. Alloh subhanahu va taolo yaxshilikdan huzur oladigan, yomonlikdan bir aram bo'ladigan, shunday kodlagan bizni, biz mushu bo'yicha harakat qilsak, biz nihoyat sog'lom bo'lamiz ruhiy jihatda. Har xil kasallarga mubtalo bo'lmaymiz. Aksicha harakat qilsak, ruhimizni buzsak, nafsimizni
buzsak biz qalaymaqanchilik yuz beradi. Bizning sistemimiz, nafsimizning iborat bu sistemimiz buziladi va qalaymaqanchilik yuz beradi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo qad aflaha man zakkaha. Inson nafsini pok tuzgan u nijot topadi deydi. Ma dunyoda ruhiy sog'lomlik bilan nijot topadi. Va shundaqla bir kishi musulmonlarchilikni ado qilish bilan, chunki nafsini pokizlash eng cho'ng musulmonlarchilik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning avatilishining ikkinchi sababi nima? Va yuzakkihim. Ularning nafsini pokizlash. Islomning ikkinchi maqsadi nima? Insonlarning nafsini pak tutuş. Allah subhanahu wa ta'ala yaratgan fitratda, tabiatda sağlam şekilde tutuş. Mana bu İslam'nınki maqsadi. Şunun için biz nefsimizni pak tutgan vaqtimizda, birinci qilib aytganimizdek, ruhiy xotirjamlikka erishimizda eng cho'ng ijodga erishimiz. Chunki ruhiy xotirjamlik, ruhiyatning sağlam bo'lishi, ma'naviyatning sağlam bo'lishi cho'ng utuq. Chunki biz moddiy jihatda qancha taraqqi qilsakmi, ma'naviyatimiz xatalashsa, nefsimizni buzib etsak, kumib etsak, bulg'ib etsak, biz hayotdan huzur olmaymiz, xushallik topmaymiz. G'arb dunyosi qarab boqinglar, taraqqiy qilgan dunyoga qarab boqinglar, Yaponiyaga qarab boqinglar. Moddiy jihatda shunchalik taraqqiy qilinglar, fan texnik jihatda shunchalik taraqqiy qilinglar, farovonlik jihatda hammasi bor, lekin ma'naviyati tushkun, ma'naviyati qag'jirgan, o'zini o'ltirish nisbati yuqori. Nima ko'p desa, baxt nada, xushallik nada, qanday qilib hayotdan texmi bahra ola olamiz? Mush savollar ko'p. Nima uchun? Ular o'zining nafsini pokiz tutmagan. Nurg'ulon xushalliqlarga erishadigan moddiy sabablarga erishgan bo'lsa-mu, xushal bo'lolmadi. Chunki nafsini bulg'atgan. Mohiyatdimi nijotlikqa erishganmidi degan gap mana shu. Demak, nafsini pokiz tutish asli insoniyatningki o'rtaq foydasi uchun. Asli islom insoniyatningki o'rtaq foydasi uchun. Insonning nafsi buzilgan vaqtda u insonligini yo'qotib qo'ydi. Shuning uchun keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo dedi: "Va qad khaba man dassaha." U nafsini bulg'an odam, gunoh ma'siyat bilan ko'mgan odam chuqum ziyon tortadi. Qanday ziyon tortadi? Ruhiy jihatda ziyon tortadi. İnsoniylik jihatda ziyon tortadi. Nafsini bulg'udimi bir odam, uning sistemasi, u nafsi buziladi. Tug'an siri insoniylikdan chiqadi, bir hayvonga o'zgarib qoladi. Masalan, yaqin yuz bergan voqeani ko'pincha bilamiz-ku, kichik bolalar voqeasini. Ular kimlar? Dunyodagi moddiy jihatda, ba'zi siyosiy jihatda, ba'zi mashhurlik jihatda eng yuqori pallaga yetgan insonlar. Ammo qilgan ishi qarab baqsaq, bir inson qiladigan ishmi? Bir odamning kichik bolalarning go'shtini yeyish va shu narosilarga har xil paskashliklarni qilish bu inson qabul qilgan ishmi? Qani ulardagi nafsi, qani ulardagi Alloh subhanahu va taolo go'zal yaratgan nafsi va qad khaba man dassaha. Ular nafsini bulg'anki, gunoh ma'siyat bilan ko'mganki, ular ziyon tortdi. İnsonlikni yo'qotib qo'yib, hayvonga o'xshash ana bir maxluqqa aylanib, ular ziyon tortdi. Mushu dunyoda qanday qildi ular? Ziyon tortdi. Ular ma'naviyatini qondirolmaganlik uchun ana shunday vahshiylikka majbur bo'ldi. Shuni qilish orqali xushal bo'lishga tirishdi. Lekin xushal bo'ladimi? Aslo va aslo xushal bo'lmaydi. Chunki ular nafsini bulg'adi. Ular har jihatdan ziyon tortdi, xushallikdan ziyon tortdi, ruhiy jihatdan ziyon tortdi, salomatlikdan ziyon tortdi, insoniylikdan ziyon tortdi. Shuning uchun biz musulmonlarning eng muhim ishi, amaliyotda bu insonlar uchun muhim ish, eng muhim ish nima desanglar, nafsimizni pok tutish. Uni pokizlash, uni bulg'amaslik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu surani bir qancha qasamlar bilan boshildi. İnsanlar uchun nafsini pokiz tutishniki naqadar muhim ish ekanligi bo'lganligi uchun. Shunga bunga alohida diqqat qilishimiz kerak. Xo'sh, unda bo'lsa, qanday qilib nafsimizni pokiz tutamiz? Alloh subhanahu va taolo yaratgan shaklda bu yomonlikdan bearam bo'ladigan, yaxshilikqa xushal bo'ladigan, undan huzur oladigan mush tabiatni yo'qotmay pokiz tutamiz degan vaqtida Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadislaridan olgan tushunchalarga asosan olimlarimiz xulosasiga vaqtimizda nafsini pokiz tutishning yo'li 3 deydi. Birinchisi qalbni pokiz tutish. Nimadan pokiz tutamiz? Birinchi bo'lib shirkdan pokiz tutamiz. Shirk degani nima? Ma qalbimizningki bog'lanib qolgan yerlari. Bizning qalbimiz Allohga bilan bog'liqlikmi yoki boshqa narsalarga bog'lanib qilganlikmi? Buningga bir qarab chiqamiz. Agar ma qalbimiz ma hurmatli bir odamga, cho'ng odamga, mansabdor odamga, boy odamga bog'lanib qolgan bo'lsa, buning hammani kesib tozalaymiz. Chunki buning hammasi shirk. Cho'ng olsun, kichik olsun, hammasi bir shirk. Qalbimizni faqat va faqat Allohga bilan bog'laymiz. Ha, sabab degan boshqa. Qalbimiz degan umid qilish, uningga tayinish, tavakkul qilishni ko'rsatadi. Mush qalbimizdagi umid qilish, tayinish, tavakkul qilish kimga bir qarab chiqamiz? Allohdan boshqa har qanday bir narsaga tayinib qolgan bo'lsa, bog'lanib qolgan bo'lsa, umid kutib qolgan bo'lsa, hammasini tozalab faqat va faqat Alloh bilan bog'laymiz. Mana bu qalbimizni shirkdan poklash. Undan keyin qalbimizni har xil ma'naviy kasalliklardan pokizlaymiz. Masalan, gumon, hasad, g'ayvatga o'xshash, ya'ni qalbimizda bo'lgan cho'ngchilik masalan. Bu shunga o'xshagan butun qalb kasalliklarining hammasidan pokizlaymiz. Chunki mushuni pokizmasak, bizning nafsimiz pokizlanmaydi. Mushuni yo'qotmasak, nafsimiz pok turmaydi. İkinci tilimizni pokizlaymiz. Nimadan pokizlaymiz? G'ayvatdan pokizlaymiz, shikoyatdan pokizlaymiz, qaqshashdan pokizlaymiz. Va shundaqla har qanday yomon so'z, so'qanchilik ulamdi, qabih so'z ulamdi, pullash ulamdi, haqorat ulamdi, boshqalarga aziyat ulamdi, har qanday yomon so'zlardan pokiz tutamiz. Mana bu nafsimizni pokiz tutishning ikkinchi yo'li. Uchinchi yo'li bo'lsa, ish harakatimizni pokizlaymiz. Yomon qiliqlardan, va shundaqla yomon yerga minishdan, yomon yerdan tutishdan iborat bütün ish harakatimizni, muomilada bo'lsa masalan, bütün yomon ishlardan ish harakatimizni pokizlaymiz. Mush orqali biz nafsimizni pok tutalaymiz. Ondan boshqa Alloh subhanahu va taolodan tilishimiz kerak, duo qilishimiz kerak. Va shundaqla ibodat eng muhim nafsini pokiz tutish uchun. Ibodatlar ichidan eng muhimi qaysi? Kechada namoz o'qish.
Bomdatdan ilgari kechit namoz o'qish insonning nafsini pokiz tutish uchun intayin muhim. Ya'ni yolg'iz hech kim ko'rmagan holda faqat Alloh bilan yolg'iz qilib turib, mana shunday holat o'g'an namozlarimiz, duolarimiz bizning nafsimizni pokizlashda intayin rol chong. Shunga mana shu sabablar orqali biz nafsimizni pokizlashga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Unda bo'lmaydi ekan, vaqad khaba man dassaha. U nafsini bulg'an odam, gunoh masalalarga ko'mgan odam chuqum ziyon tortadi dedi Alloh subhanahu va taolo. Shu dunyoda ziyon tortamiz, ruhiy jihatdan ziyon tortamiz, axloqiy jihatdan ziyon tortamiz, oilaviy jihatdan ziyon tortamiz, jamiyatda ziyon tortamiz, butun ishlarimizda ziyon tortamiz. Va shundaqla eng xatarligi oxiratda ziyon tortamiz. Texmi xatarligini depiraymi? Nafsini bulg'an odam hidoyatni ko'ranmay ziyon tortadi. Hidoyatdan mahrum qilish orqali eng cho'ng ziyonga uchraydi. Chunki nafsi degan xuddi bir aynakka o'xshaydi. U aynak bulg'ansa, yuziga bir loy chachirsa, tushgan nur unda aks etamdi, aks etmaydi. Nefsimizmi dal shunga o'xshash gunoh ma'siyatlar bulg'ansa, qalbimizda shirkdan, gumondan, bütün qalb kasalliklaridan pokizlamasak, tilimizni pokizlamasak, sharikatimizni pokizlamay, man nefsimizni shundaq bulg'avatsak, hidoyat nuri uningga tushmaydi, tushsimi akis etmaydi. Nefsini bulg'ashning naqadar xatarlik ahvolga ilib borganligini Alloh subhanahu va taolo bizga bildirish uchun keyingi oyatda Samud qavmining voqealigini bayon qildi. Alloh subhanahu va taolo nima dedi? 11-oyatda kazzabat samud bit-tagwaha. Samud qavmi haddidan oshqanlik uchun uchuq haqiqatni inkor qildi dedi. Alloh subhanahu va taolo Samud qavmiga kimni payg'ambar qilib avatgan? Salih alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan. Salih alayhissalom Samud qavmini Allohning azobidan ogohlantirdi. Yolg'iz Allohga ibodat qilishga chaqirdi. Lekin Samud qavmi dedi, "Sen payg'ambar bo'lsang, bizga bir mo'jiza ko'rsat" dedi. Qanday mo'jiza ko'rsatdi? Toshning ichidan bir tal tuguni chiqarib mo'jiza ko'rsatdi. Ya'ni Salih alayhissalom Allohga duo qildi. Degani bo'yicha toshning ichidan bir tugun mo'jiza bo'lib chiqdi. Bundan cho'ng bir haqiqat bo'lamdi. Qavmi mana shunda uchuq haqiqatni ko'rgandan keyinmi, nafsini bulg'atgan xalq bo'lg'achqa u haqiqatni inkor qildi. U tuguni qanday qildi? O'ltirishga oldirdi. Keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo "Izin ba'atha ashqaha." Bu Samud qavmidan eng badbaxt odam mo'jiza bo'lib kelgan tuguni o'ltirishga oldirdi. Dedi, "Sen payg'ambar bo'lsang tugi chiqadi" dedi. Tuguni chiqadi. Ko'z oldida tugi chiqdi. Shundaq haqiqatni ko'rsimi, o'ltirib o'tishga oldirdi. O'ylab boqinglar. Bu yerdagi jur'at, bu yerdagi jasorat nereden keldi? Ularning nafsini bulg'atganligidan keldi. İnson nafsini ana shundoq bulg'atsa, ana shundoq uchuq mo'jiza kelsimi, uning ishinish emas, uni yo'qotishga tirishadi. Bugungi kunimizda sharq bo'lsin, g'arb bo'lsin, ma kafirlar dunyosi ajoyib darajada nafsini bulg'atdiqlik. Masalan, bugungi kunimiz qarpaqlagan bo'lsak, aylarning aylar to'y qilish masalasi olsun, bu insonlarning nafsininki, ruhiyatiningki naqadar buzilganligini ko'rsatadi. Mana shundoq buzilgan insonlar hozir payg'ambar kelsimi, masalan, ular ishonmaydi. Alloh subhanahu va taolo bir mo'jiza avatsimi, ular ishonmaydi. Xuddi Samud qavmi ishonmaganga o'xshash. Ular bu mo'jizani inkor qiladi. Yo'q qila olsa, yo'q qilishga tirishadi. Mana shundoq Samud qavmi o'zining nafsini bulg'atgan bo'lg'achqa ma'siyat bilan uning tabiati o'zgarib, Alloh subhanahu va taolo ko'z oldida toshning orasidan tugani chiqarib bersimi, uni o'ltirishga oldiradi. Faqala lahum rasulullohi naqatallohi va suqiyaha. Ular Allohning payg'ambari bo'lgan Salih alayhissalom naqatallohi va suqiyaha. Ma Allohning tugisiga chaqilmang. Ma Allah mo'jiza qilib aytdi. Ma tugini, ma'niga chaqilmanglar, uni suv ichdan to'smanglar dedi. Fakazzabuhu. U Samud qavmi Salih alayhissalomni yolg'onchiga chiqadi. Ko'z oldida tugini chiqarib bersa, yolg'onga chiqadi. Nima uchun? Nafsi bulg'anib ketgan odam. Demek qarindoshlar, nafsimiz bulg'anib ketsa, ma Qur'onni quloqqa sat angladi, tabliğni sat angladi, yaxshi gap sat angladi, nasihat sat angladi. Shuning uchun o'zimizga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Ma nafsimizni tekshirib turishimiz kerak. Qur'on o'qisa ichimiz siqilamdi. Nasihat qilsa ichimiz siqilamdi. Tabliğ qilsa bir aram bulamdi. Darhol tavba qilishimiz kerak. Darhol nafsimizni tekshirishimiz kerak, tozalashimiz kerak. Chunki bu yaxshi alomatimiz. Bu nafsimizningki bulg'anqili boshlanganligining bir alomati. Fa'aqaruha. Ular oxirida natijada tuguni o'ldirdi. Demek Allah subhanahu wa taala mo'jiza qilib chiqarib bergan tuguni o'ltirdi. Fadamdama alayhim robbuhum bi zanbihim fasawwaha. Allah ularning gunohi tufayli. Mana bu shundaq nafsining qardab ketganligi tufayli mo'jizani o'ltirganlikdan iborat. Mana bu shundaq haqiqatni inkor qilganlikdan iborat. Mush gunohi tufayli ularni tel-to'kis halok qildi. Fasawwaha. Umumiyuzlik halok qildi. Aşu turgan peti muzlab ketib qoldi. Wala yakhafu uqbaha. Allah ularni jazolashdan qo'rqib qolmaydi. Allah insonlarni jazolashdan qo'rqib qolmaydi. Allah subhanahu va taolo texnikasi qancha cho'ngib ketsin, qancha cho'ng bo'lib ketsin, ularni jazolashdan qo'rqib qolmaydi. Ularni jazolashga hech qanday parvo qilmaydi. Shuning uchun biz har vaqt o'zimizning nafsini pokiz tutishimiz kerak. Chunki yuqorida o'tganimizdek xuddi Samud qavmiga o'xshash, mana nafsini bulg'ash insonni mana shunday hidoyat nuridan mahrum qo'yadi, haqiqatdan mahrum qo'yadi. Allah subhanahu va taolo hammamizni haqiqat ustida mustahkam bo'lishni nasib qilsin. Allah subhanahu va taolo. Xo'sh, unda bo'lsa bugungi suradan oldigan muhim nuqtalar. Birinchisi nafsini pokizlashningki, ma insonlarningki ma dunyolik va oxiratlik chiqish yo'li ekanligini ko'ra olamiz. Shunga bugungi kunimizda, masalan, g'arb dunyosi bo'lsin, sharqdagi ateist dinsizlar bo'lsin, bugungi kunimizda ular islomni yiroqlashish bilan jannatdan qo'rqqanmidi ular? Ma dunyodagi xushallikdan qo'rqaldi. Ma dunyodagi xotirjamlik, ruhiy kuchdanmi mahrum qoldi ular. Ular insonlikni yo'qotish orqali ziyon tortdi ular. Faqat jannatdan ziyon tortmadi, insonlikni yo'qotish orqali insonlikdanmi ziyon tortdi. Shunga nafsimizni pokizlash, bizning islomimizni saqlash bilan birga bizning insonimizni
saqlashninki yo'li. Nafs qanday pokizlanadi ekan? Birinchidan qalbni pokizlash bilan. Gumon, hasadga o'xshash qalb kasalliklarini pokizlash bilan. Ikkinchisi tilni pokizlash bilan, yomon so'zlardan. Uchinchisi amal harakatlarimizni yomon ishlardan pokizlash bilan bo'ldi ekan. Ikkinchi muhim nuqtasi bo'lsa suraningki, nafsni bulg'ashninki dahshatli oqibati. Nafsni bulg'ashning qanday xatiri bor ekan? Bu hidoyat nuridan bizni mahrum qo'ydi ekan. Eng chong xatiri bu. Hidoyat nuridan mahrum bo'lgan odam nima ish qildi ekan? Allohning diniga urush ochadi ekan. Allohning haqiqatiga qarshi urush ochadi ekan. Natijada nima bo'ldi ekan? Fadamdama alayhim robbuhum bi dhanbihim. Alloh subhanahu va taolo ularni halok qilib o'tdi ekan. Fasawwaha umumiylik shaklda halok qildi ekan. Ma'bak muhim nuqta. Esinglarda bo'lsin. Samud qavmining tuguni o'ltirgan odam qancha? Bir odam. Qaddar ibn Salif deydigan bir odam o'ltirgan. Lekin Alloh subhanahu va taolo Qur'on karimida fa'aqaruha ular tuguni o'ltirdi dedi. Bir adam o'ltirgan ya, chunki boshqalar shuningga qo'shildi. Ma'qul dedi. Ha, u deyishpadi. Demak, bir jamiyatda mana bu shunaqa nafsiy qardosh, nafsiy bulg'unish, umumiylik avj elib, gunohni bir odam qilsa-mu, Alloh subhanahu va taolo fasawwaha ularni umumiylik halok qiladi, umumiylik jazolaydi. Shunga bir xato ishqa sukut qilishning oqibati mana shunday xatarlik. Alloh subhanahu va taolo hammamizni nafsimizni pokizligini nasib qilsin. Nafsimizning gunoh ma'siyatlar bilan ko'milib ketishi, bulg'unib ketishini Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.